Bu endi shirinlik, to'g'rimi? Ha, murabbo. O'zingiz tayyorlagansizlar. Ha. Tabiiymi bu? Gapirib beraylik endi bu to'g'risida. Nima endi shakar qo'shdinglarmi, novotmi, asalmi, nima? Hozir mana shu eng yaxshi ko'radigan murabbom. Ha. O'shanisimi? Nima bu ichida? Buni ichida ko'k limon bilan yalpiz solingan ichiga. Siz ham Bu bilasiz. naturalniy murabbo. Naturalniy murabbo. Kayfiyat ko'tarib olaylik yanada. Ha, bu Choy tayyorlang tayyorlab bo'lmasam. Menga ham tayyorlang. Siz mana buni ichmaguncha kayfiyatingiz ko'tarilmas ekanda. Bo'ladi, bo'ladi, Solixa. Qanday tayyorlangan, nimalarga foydali? Biz asosan uy sharoitida tayyorlaymiz. Maqsadimiz oilalarga tabiiylikni va ximikatsiz mahsulotlarni iste'mol qildirish. Buyurtmalar ko'pmi shunga yarasha? Yo, buyurtmaga tayyorlaysizlar. Asosan o'zimiz oilamizda tayyorlab qo'yganmiz bu mahsulotlarni. Keyinchalik qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz, tanishlarimiz so'ray boshladi. Shunga qarab, vaqti yo'q, vaqti chegaralangan oilalarga tayyorlab beramiz. Demak, kayfiyat ko'taradigani bu hozir. Kayfiyat ko'taradi. Ertalab hammamiz yo'lga chiqqanimizda sal nastroyeniyamiz bo'lmaydi, kayfiyatimiz sal ko'tarilmay qoladi. O'sha paytlarda juda ham zo'r. Olib ketsak bo'lar ekan. Juda yaxshi tinchlantiradi. Kayfiyat ko'taradi avvalambor. Ertalab tavsiya qilamiz. Bu kayfiyat ko'tarishi nordonlikdan qilishimiz hamki qanaqa ekan yoki o'zi rostdan ham ko'tarilarmikan? Yo'q, shirin ekan bu. Nordon emas ekan. Zo'ru. O'zgacha. Lime nima dedingiz buning ichida? Ichida ko'k limon bilan yalpiz bor. Ha. Yalpiz solganmiz ichiga. Juda ham zo'r, o'zim yaxshi ko'raman. Ertalabdan birinchi ichadigan murabbom mana shu ko'k limon, yalpiz. Choyga juda ham mazali ta'm bergan. Shuhrat aka, Saidakbar aka yoqdimi? Gap Zo'r ekan. Siz ham Boshqacha kayfiyatingiz tanlaganlar. ko'tariladi. Voy, sizga Mana yetyapti, shu Solixa. murabbamizni Ha. greypfrut bilan apelsin aralashgan. Ayol qizlarimiz chiroyli bo'lishni xohlaydi. Shuni hisobiga ertalabdan och qoringa ichsalar, ichki shlaklarni tozalagan hisobiga yuzlari yaltirab yaxshi bo'ladi. Sog'lom ozishga yordam Qandli beradi. diabeti borlagan bo'lsa ham yaxshi Ha, bu ham foydali. mumkin. Bizning hamma murabbolarimiz qaynatilmagan hisobiga vitaminlari o'zida saqlanib qoladi. Kam-kamdan tayyorlaysizlarmi yo ko'p-ko'pdan tayyorlaysizlarmi? Asosan buyurtmaga qarab tayyorlab beramiz. Chunki qaynatmaymiz, svejiy bo'lgan, tabiiy bo'lgan hisobiga. U qanaqa turadi endi qaynatilmagandan keyin? Muzxonada Buzilib saqlaymiz qolmaydi. asosan. Shakari bo'lgan Mana bu hozir hisobiga. sizlar tayyorlaganinglar rasmdagi? Ha, Ha, shu a? Mana bular nima, anormi? Oldinda klubnika. Klubnikalar mana bu yoz paytida bandlarini olib, chiroyli qilib korobkalarga joylab qo'yamiz. Muzxonada svejiy turadi. Keyin uni qanaqa qilib muzidan kechasizlar? Muzini men muzlatib qo'yganman-da, keyin achinganman, rosa qimmatga olib. Yo'q, endi uni yo'llari bor. Ta'mi o'zgarib qolmaydimi? Shundoqmi ketib Mazasi qoladi. o'zgarmaydi. idishini shundoq ochganingizda ham hidi shunaqangi kelib turadi. O'zi mevalarni hidi shunaqa kelib turadi.